Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli do'stlar. Ben Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'rash qishlog'idanman, Sayrov Madaliyman odim. Shu yerdan 1977-yilda 79-yilgacha armiyada xizmat qilganman. Men bilan xizmat qilganlar bir rayonimizdan 47 odam ketgan. Maqsadim hammani yig'ish, 45 yilligini yig'ish. Shu Shovot rayonidagi mana parkka bir piyola choy ustida o'tirib eslashib, ana hozir biz ikkinchi marta o'tishimiz buni. Ular bolalar o'zlari bilan albomlarini olib bordilar, rasmlarini olib bordi. Sizning rasmingiz bor shuning ichida. Ana biz bilan bo'lgan Qoraqalpoqdan bolalar bo'ldi. Biz Leningrad oblasining Lembulovo degan joyda xizmatda bo'lganmiz. Shu yerda prisaga qabul qilganmiz. Undan keyin suhbat o'tkazib, shofyorlarni iqtidorli bolalarni olib Leningrad shahridagi Nima daryosining bo'yida joylashgan voyenniy частьda o'qitdik, 6 oy o'qidik. Shu yerda men bilan o'qishda bo'lganlar. Undan keyin bo'lib yubordilar. Vologda shahrga tushganmiz. Vologda shahrida patrulda yurganmiz. Undan keyin yerdan Shekisnaga tushganmiz. Shekisnada xizmatda bo'lganlar men bilan. Shekisna 1, Shekisna 2 da xizmatda bo'lganlar. Biz bilan bolalar hozir 14 odam bor bizda. Ana endi ikkinchisini 9-moya taklif etaman. Kelinglar, bo'lmaganlar, kelolmaganlar telefon qiling. Mana hali vodiydan bolalar bor edi, Samarqandda, Qoraqalpoqdan bolalarimiz bor edi, yigitlar bor edi, do'stlarimiz bor edi. Shu quroldoshlar. Shularni taklif etamiz. Hammangizni taklif etamiz. Agar bolalar ko'paysa, ana Samarqandda, Buxoroda, Qoraqalpoqda o'tkazish niyatlarimiz bor. Endi shu bo'lgan joylarimizda meni telefon nomerim 99 105 36 55. Yashash joyim Shovot tumani. Barchangizni taklif etaman. 9-may soat 11 Shovot tuman parki chayxonada o'tiramiz. Azizlar, esingizlar. Ana shu joylarda eslab qoling, mana Leningrad oblasti, Unuturniy vayska, faqat Unuturniy vayska. Unuturniy vayskada xizmat qilganlar. Ya'ni ichki qo'shinlarda xizmat qilganlar. Shular Leningrad oblasti, Vologda shahri, Shekisna 1, Shekisna 2, Cherpovetsda xizmat qilganlar bo'lsa, mana taklif qilamiz. Shu nomerim, mana telefon nomerim. Telefon qiling, gaplashamiz. Mabodo meni donisangizlar, yanada yaxshi bo'lar edi. Kelinglar.